Bovoqni ig'izlantirishning hukmi. Savol. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yangi tug'ilgan bovoqni 7 kun bo'lgan chaqda o'zlari yoqtiradigan biror mo'tivar yoki ilm ahliga ig'izlantiradigan bir odat bor ekan. Shu bovoq ig'izlantirgan odamni tortidi deb qaraydigan ish bor ekan. Xurmo yoki yong'oq yoki quruq uzum qatorliq narsalarni chaynab, zamzam bilan bovoqqa yegizib duo qilib qo'ydi degan. Bu bidat ishmi qandoq? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Qiz yoki o'g'il bo'lsin, tug'ilgan chaqda bovoqni ig'izlantirishning sunnat va mustahabligida olimlar o'rtasida qarash o'xshashmasligi yo'q. Chunki bu haqda ko'p sahih hadislar kelgan. Abu Burda rivoyat qiladi-ki, uning otasi Abu Musa radhiyallohu anhu mundaq degan: Mening bir o'g'lim tug'ilganda, men uni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yoniga olib keldim. Rasululloh uningga Ibrohim deb ism qo'ydi. Andin xurmo chaynab uning tomiqiga, eg'iz bo'shligining ustunki tishdan tortib bo'g'zigacha bo'lgan qismiga surtib ig'izlantirib, barakat tilab uningga duo qilib, uni menga qaytarib berdi. U Abu Musaning bolalarining eng cho'ngi edi. Urva Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ig'izlantirib qo'yishi uchun bir buvoq keltirilgan edi. Uni quchqiga olganida bola Rasulullohning kiyimiga siyib qo'ydi. Rasululloh suydukning ustiga suv to'kibdi. Urva rivoyat qiladi-ki, Abu Bakr radhiyallohu anhuning qizi Asma radhiyallohu anha Abdullah ibn Zubayrga homildor bo'lgan chaqida mundaq dedi: Tug'ish vaqtim yaqinlashib qolganda Makkadan hijrat qilib chiqdim. Madinaga kelib Qubaga tushib yangidim. Andin buvoqni payg'ambar alayhissalomning yoniga olib kelib quchqiga qo'ydim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir tal xurmo akeldirib, uni chaynab, buvoqning og'ziga tukirib qo'ydi. Shunda qilib Abdullohning ichiga dastlab kirgan narsa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tukirigi bo'lgan edi. Andin Rasululloh chaynagan xurmosini Abdullohning tomiqiga surtib qo'ygandan keyin uningga barakat tilab duo qildi. Abdullah Madinaga hijrat qilgan muhojirlarga nisbatan islomda tug'ilgan bolalarning tunjisi edi. Shunga musulmonlar uning tug'ilganiga baxushal bo'lib ketdi. Chunki musulmonlarga Yahudilar sizlarga sehr qilib qo'ydi, hamda sizlar farzand ko'rolmaysizlar deyilgan edi. Anas ibn Sirin rivoyat qiladi-ki, Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq degan: Abu Talhaning bir bolasi og'rib qolgan edi. Abu Talha sirtqa chiqib ketganida bola o'lib qoldi. Abu Talha qaytib kelib, balamning ahvoli qandaqroq deb so'raydi Ummu Sulaym. U eng tinch holatda deb qo'yib, uningga kash tomoq akelgan edi. U kash tomoqini yedi. Andin ayoli bilan birga bo'ldi. G'usl qilib ishini tugatganda ayoli uningga: "Balani ko'mivasila" dedi. Abu Talha tong atqizib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qashig'iga berib, Rasulullohga ahvolni bayon qilib edi. Rasululloh: "Bu kecha birga bo'ldinglarmi?" dedi. U: "Ha" dedi Rasululloh. "Ey Alloh, ikkisining bu kechasiga barakat ato qilg'ayla" deb duo qildi. Keyin Ummu Sulaym homildor bo'lib bir o'g'il tug'di. Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi: Abu Talha menga: "Sen buvoqni avaylab ko'tarib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yoniga olib borgin" dedi. Shuning bilan u buvoqni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yoniga olib keldi. Ummu Sulaym uning bilan bir qancha tal xurmoni avatgan edi. Rasululloh buvoqni qo'liga olib, uning yonida biror narsa bormikan dedi. So'rindagi sahobalar: "Ha, bir necha tal xurmasi bor ekan" deyishdi. Rasululloh xurmalarni elib chaynab, buvoqning og'ziga solib, uni ashuning bilan ig'izlantirib, uningga Abdullah deb ism qo'ydi. Ig'izlantirish usuli. Hadisda ko'rsatilgandek fazilatlik solih, olim bir kishi buvoq tug'ilgan joyda bo'lmasa, sahoba kiramlar qilgandek buvoqni ko'tarib uningga opiramiz. Buningdan maqsad buvoqning qo'rsqig'iga dastlab kirdig'ini solihlarning tukurigi bilan chaynalgan narsa bo'lsinki, buvoqqa barakatlar bo'lg'ay. Salih kishi kasaldan xoli bo'lish kerak. Bir tal xurmini yoki xurma tepilmagan ahvolda shuningga o'xshash shirin bir narsani chaynab, uning shirsini pokiz barmoqi bilan buvoqning tomiqiga surtib, o'ng so'lga midirlasa, shirin tam ig'izining hamma yeriga boradi. Buvoqning ig'izini birdam ichib tursa, shirin narsadan ozg'ina bir qismi buvoqning ichiga kirib ketadi. Andin uningga barakat tilab duo qilib qo'yadi. Salih er kishi tepilmasa, salih ayol kishi ig'izlantirsimi bo'ladi. Buvoqni tini sog'lom, solih, fazilatli kishining ig'izlantirishiga alohida diqqat qilish lozim. Chunki ig'izlantiruvchining tukurigi buvoqning ichiga kiradi. Buning tibbiy jihatdan buvoqqa nurg'un foydasi bo'lganidek, buvoqqa mijoz va tabiat jihatdan ma'lum ta'sir bo'lishi mumkin.
Uyg'urlardimi to'la vatildaydigan kishiga seni kim ig'izlantirgan bo'lg'iydi deydigan gap bor. Hozirgi ba'zi tadqiqotlarda bu vaqtga ta'sir qildiganligi jihatdan bola emitayotgan onalarning qattiq jiddiylashgan yoki nachar kayfiyatdagi chog'da bola emitmasligi tavsiya qilinmoqda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ig'izlantirgan Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhuma, Abdullah ibn Abi Talha radhiyallohu anhuma qatorliq sahobalarmi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak tukurki duosi barkatidan nurg'unlagan fazilatlarga noil bo'lgan. Shunga ig'izlantirishning o'z o'rnida ahamiyatli ish bo'lganidek, kimlarning ig'izlantirishi va qanchalik ixlos bilan ig'izlantirishi muhim. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2. tom 94 numurliq fatvo.